Navoiyda havo sifati bo'yicha rasmiy ma'lumot e'lon qilindi. Viloyat gidrometeorologiya markazi atmosfera havosi bo'yicha shunday chiroyli va ko'ngilni xotirjam qiladigan hisobot berdiki, odamning havasi keladi. Is gazi, azot, ozon, ammoniak miqdori ruxsat etilgan me'yordan ancha kam. Shahrimizda zararli gazlar yo'q hisobi. Nafas olsang, joning kiradi. Ammo hisobotning eng oxirida Orolbo'yidan kelgan chang to'zon sababli havodagi mayda chang zarralari, ya'ni PM10 miqdori 159,229 mikrogramm metrga yetgani aytilgan. Rasmiylar me'yordan oshdi deb shunchaki yumshoqqina yozib qo'ygan. O'sha chang aslida belgilangan me'yordan 50 mikrometr ko'p, naq 3 barobardan ziyod. O'pkaning eng tubiga kiradigan xavfli PM2,5 chang zarralari haqida esa lom-mim deyilmagan. Xullas, gazlar bo'yicha Shvetsariyamiz, chang bo'yicha esa o'zimizning qadrdon sahroyi kabirmiz. Kislorod o'rniga chang yutayotganimizni hisobga olmasak, qolgan hamma narsa ideal. To'yib nafas olavering, faqat tishlar orasida g'ichirlaydigan qumni yutib yubormasangiz bo'lgani.